Bitta zapravka 90 talik gaz bo'limi bilan 300 km xudo xolasa trassada yuradigan Cobalt avtomobilimiz tayyor bo'ldi. Original jihozlar bilan 4-chi pokoleniya gaz ustanovka qilindi. Xo'p, Navoiydan kelgan Cobalt avtomobilimiz tayyor bo'ldi. Xatirchi tumanidan xudo xolasa. Qo'yilgan jihozlarimiz original Stack Gofas Polshamiga blok upravleniya Polshanik. Original. Buni ham 2 xil, 3 xil, 4 xil padelkasi bor. Shuningizda narxda ahamiyatga ega bo'ladi. Xo'p, farsunkamiz Valtek, italyanskiy farsunka, reduktorimiz Action kompaniyaning X reduktori bilan ustanovka qilindi. Har doimgidek programma, proshivka, motor, korobka, o'zini pultiga zavod qiladigan gayigacha bo'lgan dokumenti hammasi ichida qilinadi. 4 million 800 ming so'mga super mega aksiyalarimiz davom etmoqda. Kimga qanaqa qaysi avtomobilga metan yoki propan gaz ustanovkani narx qiziq bo'ladigan bo'lsa, kommentariyada yozib o'ting. Biz sizga albatta javob yozib o'tamiz. Aksiyamiz doirasi chegaralangan, foydalanib qoladigan joyi. Do'stlaringizga bu videoni dirs yuborib qo'yish esdan chiqmasin.